Yaxshimisilar do'stlarim. Bugungi hikoyamiz yenilam do'yin supsidiki, nihoyat yaxshi hikoyalarni so'zlab kelayotgan Dilyar degan bolaning hikoyalari. Yoqtirib olishinglarni umid qilmay, undaq bo'lsa, hikoya boshlanib ketdi. Birincisini Şopur akımızdan dedik. Bu akımız Bangladeş etkende. Hem de uzun yıllık Şopurke şu bir şehirge bir çağda mal toşup bardı ki. Hem de bu şehirnin mal şuradaga yeri şehirden bir yarım saat mı bir saat jiraklıktı ki bir yege bütün jiraktan kelgen mallar şu yege keldi ki bu çoğmaşlar eşeği düşürdüken de malını. Sonra bu aka şu yege malını düşürüptü, ağaç keş kırıptı. İp mağılgan mal olmagan eken Mişadi bir gün konup mağaymu ya şehirge kireymu dep oylaşıp boldular şehir kirey, kirip munçulağa düşüp bir yataktan bir neçik munçulağa düşüp kiyimlerimi almıştırıp äti mağay dep oylap şu maşinesini aydap şehirge qarap meňopdy. Hem de özü bildiği yol baka bulmasa. Lekin dawxan içpaka yaqinroq kiramdim, yeni yollar bolsa dep şu dawxan assa bir ar yolny köstüp koyupdy-da. Ama şu yol vaqt ejediga oqşaydy, olmay demeymen ketip şu yolny boylap meňopdy bu adam. Maňa şu qap-qarangy dedi. Keçike yolun çırıqymı ýok-ka o yolun. Şu yolda menip ketip qanda olgan aldyda bir azgal baka bu adam uqmayla şu bangwa maşynyň aldyny azgal sewitip gapdy-da. Hamda patkaq pitqas bilisler qança küçügenser şunça çoňkur patdygan gap bu. Onuň üstüge o bangwa maşynyň aldyşky çapyş rolgyl işledi-go, fanşangyl. Keýinki tehim küçüýänmej, tehim çykanmay şunda bir çoňkur pet gitdi-de patkaqqa. Şonda ämdi qanda kılam edip bu adam dawxan şu çagda qarasa endi başda köstüp atgan dawxan eşek kelgende endi ýokap ketkendek, şinhaw ýokap ketkendek işte maşynyň kökçe kitli bar, başga etrapda eşnim ýok, açda bolup gapdy-da, tormy işlemegendek işte bolup gapdy. Vay bu näki kaldym, ämdi qanda kılam edip telefonuny çykyryp şu gutguzydygan kran iştirdigan birnäme telefon kılay dep tursa, tuýuksuzly bir adam näden çykkandan okmaýdy-ka peýda bolupdy-da. Peýda bolup, "Oý, petip gapsylar-go" depdi. Tak maşynam petip galgan, "Ýardam kylaýma" depdi. "Ganda ýardam kılsyz özüňiz ýalňyz kelňiz, agylarym bar. Şu agynlar kep ulaş iştirip çykaryp ýetmez boldy, hatirjam bolan. Siz maşyna çykyp oturup turuň boldy, men agylarymy çakyryp keley" depdi. Boldy dep bu adam maşyna çykyp saklap turupdy. Bu adam ketip birdämde keldi-de, kepli käýinden wagyrapdy. Rol ýaxşy başgurup duranjyma, biz iştirimiz hem del" depdi. Bu adam boldy dep rol koluny goýup, hem lehacyn desel dep turşyga bu maşyn şundaq bir küç bilen iştirilgandek bolup, şu aldyjak, käýinjak kozupdan tatyp birak azgal ütüp gitdi. Bu adam heýrala gapdy, bu qanday bolup kaldy, nime bilen işledi bular meni dep pestke çykyp garsa, ýylyk adam ýalgyz durgan ekan. Oý bu nime şop ketdi dep hem o adam meni görüp, "Oý bu agylaryňyz kany, kanday işlediňiz meni" dese, "Bu agylarym bek aldyraýdy, ketip kaldy. Boldy siz özüňizniň ýoluga maňy bereň. Bu digen siz maňydigan ýol emas diýäsizler. Bu ýerge kanday kirip kaldyňyz? Garsam şeýle petip gapsyz, men sizni çykyryp etdim. Boldy emdi keteberiň özüňizniň ýoluga meňiň" depdi. Bu adam şunçakyça emdi ýes kılmapdy-da bu bir nime ukmaýdykanda emdi şu adatki bir adam okşaýdy dep gapdy. Dostlarym aldyraýdygan bolsa ketken okşaýdy dep işinip gapdy adamga. Şu men sizden meňe ýetip dikensiz maşyny sewalaý, näge barsyz men apyryp goýaý. Dese o adam boldy men özüm baraýberme. Men apam bilen görüşmekdim. Siz özüňizniň ýoluga keteberiň boldy depdi. Boldy rahmat sizge dep hoşlaşyp meňopdy bu adam. Meňa o ýolda hem iki tarapdan köýgülenmeýdi-ka, maşynadan çyrkyndy aldyny görüp maňdyka, dawxanlar işlemeýdi-ka. Bu adam bu işini kalasda ötküzemey meňopdy-da, bu zat meni kanda çykyryp etkendi dep şularny oýlap ketip atsa, aldyda bir şu çaçlary appak, beşide bir nime ýok. Şu appak çeçini iki tarapga mundak örüp algan, mühçüp kalgan, kolda bir talas taýyqy, qyry bir mumay. Ilky bir put aksaýdygandek açta qyr mumaylar mühçüp bir lepeň qyp maňdyga iki ýakymda yrganlap. Açta ketip atkanda şunda işçi maňdyka.
Sonra bu adam voy bu mo'may kim demdi. Opam bilan ko'rishmadi odatda oshnam opasimi ya deb bu odam qiziqib mashinani shu mo'mayning yoniga olib borib to'xtatib mashinadan tushib so'rabdi-da. Voy nima qildingiz deb so'rasa ayol to'xtab keyin qarabdi. Qaragandan keyin shu bolamni o'ynamangan deb aytdi-da. Odamning dini bilan mo'mayning o'xshashda odam opam bilan ko'rishmadigan, men bolam bilan ko'rishmadigan ekan. Voy sizning bolangizga keyin qoldi, menga yordam qilyapti, mashinamni ishtirib ochiq berganti og'illar bilan. Bolangizni olib qo'yay bu yerda emas desa, voy men bolam bilan bir yer ko'rishma deyishib qo'ygan, shu yerga borsammi bo'ldi, bolam esa saqlab turdi meni debdi. Unda bo'lsa men sizni sevalay mashinga, bolangiz menga yordam qildi, men sizni bolangizni olib qo'yay degandan keyin umumay o'ylab turib ha ma'qul debdi. Shuning bilan bu odam men mashina egiz, men sizni chiqarib qo'yay desa, bo'ldi, men o'zim chiqaman debdi. Bu odam shuning bilan mashinaning motor fujarchi tarafdan aylanib eshigini ichib chiqsa, u mo'mayning u eshikni ochgan ovozimi yo'q, u qiyir muchib qolgan mo'mayning egiz bango mashin qanday chiqqanini uqmaydi. Bu odam chiqib bo'lguncha o'tirib bo'lganda mo'may. Voy bu mo'may qanday qoldi debdi. Shu mashinaga chiqibdi. Chiqib eshikni yopgandan keyin mashinani qo'zg'ab minibdi. Shu angacha bu mo'mayning nafas ilishining shunda bir kuchliligini his qilibdi, bu anglab qolibdi bu odam. Ajoyib bir kuchli nafas oldi. Uruq, vijik bir mo'mayga, ammo nafasi shu cho'g'ib devilanikidek nafas olganda bir xil mushta bir nafas oladi ekanda. Bu ovozni anglab bu chopir qo'rqib shu bir nim dey deb og'zini shunda o'mallas qilolmaydi ekan. Mo'mayga qarasa mo'may udil qarab o'tirgan nafasi yoshliqda. Ondan keyin asta-asta bu mo'may u yoqqa qarab bu endi chopir odam bo'lgandan keyin kechlarga yeb qolsam deb bunday kaboblarni, to'g'ib, kojilarni nonni orasiga qilib mashinaga ivoldi ekanda. Shunda oshni ko'rib qolibdi bu mo'may. Ko'rib qilib, "Ma seningmi bolam" debdi. "Ha, men yesam bo'lam" debdi. "Bo'ldi" debdi. Qarab tursa mo'mayliq non, kabob, koji birimlarni xil jiqgan 1 kilo olgan ekan. O'sha oldi qo'yib necha sekundning ichida edi. Qanday yeganimni uqmadim. Mashtal g'op qilib qoldi. Yo'q dedi. Birdan yeyapti. Shunda bu odam rasmiy qo'rqdi. Badan degan tikanlashib batda endi. Odam qo'rqyapti. Siyib qo'ydi-ku. Siyib qolibdi-da shu iliq ovozlar, mo'mayning andoqli chiroyi, oppoq choch, yo'q beshida hech nima yo'q. Uzun, oppoq o'rib olgan choch. Unda bir o'tasi xil odamni siydi. Shuning bilan ochda o'ltirib bir chog'da bu odamni oldi qarabla qatirib qo'ygandek menibdi. O'yliq dog'xonami yo'q. U mashinaning nechida menayotganini ko'gilmaydi dedi. Istriklar xato. Mata langishib turdi. Ashta ketyapmiz, shu yo'lda mangdoq. Bir chog'da oldida bir chiroq ko'rindi. Kona 80-yillarda bir lampochkalarga esib qo'ydigan. Uzun. Ashta bir lampochkadek bir nim ko'rindi. Bu mo'may hamda eshiyani ko'rsatib bolam bilan ko'rishdigan yerim keldi, men uchib qolaman debdi. Bo'ldi uchib qo'yding deb bu odam qarayolmabdi-da atrofga. Oldi qarab o'tasi uchib qoldim debdi. Yo'q-da mo'may. Qarasa oldida mashinaning chirqining ostida tug'an. U mo'may yashab onnikilik bola. Ma yordam qilib qo'ygan iliqi. Odam ash chiroqning orasidan chiqibdi. Chiqib bu odam hayronlik qilibdi. Bu qanday keldi debdi. Bo'libdi-da nimalikini ularning. Shunda mo'may uning bir bilan debdi degandan keyin u odam kelib, rasmiy shu yiniga kelib mashinaning o eshikni gom uribdi. Bu odam qo'rqib derazadan tushasa, sen yordam qilganni bildigan esildimkansa, mening opamni akab qo'yibsan, rahmat senga. Endi ikkinchi bunday yo'llarda mangma, bizga uchrabsan, haq uchirgan bo'lsang bunda qaytmayding sen. Mush yo'lni bo'ylab yana ozroq mangsang cho'ng yo'l bor. Shuning bilan ketsang bo'ldi debdi. Bu odam u odamga qarab ya gapni qilolmabdi, bo'ldi menga yo'ling mayli deb ishni yana gom urib qo'yib opasining yoniga ketibdi. Shu opasining yoniga mangan vaqtda endi shu mashinaning oldida o'tib ketib qolgandan mashinaning chirqidan diqqat qilsami, o'sha odamning endi do'mbisi işte ichiga kirib ketgan ekanda, mayka baka kiyim baka, ammo kiyim ashta ichiga lapiltab kirib turdi ekan. Shuning bilan bu odam jazmlashtiribdi ularning nimaligini.
Şunun bilen maşinani qo'zg'ab minibdi. Ular aşağıda qaptı. Keynigimi qaramaptı bu adam. Qo'shnikim qaramaptı. Qaramay mangaya. Bir chaqda aldidan hem to'g'risiga minayotgan mashinalarning chiroqlari ancha-muncha o'tganmirlar ko'rinibdi. Kelga o'xshayman deb shu yerga chiqib, yo'l cho'ng yo'lga chiqyapti. Chiqib elib 1 kilometr mangandan keyin shu nima bor ekan. Chetga to'xtab dam oldiga yavag'u. Fuchu emas, anda kichik dam oldiga yalav. Shundoq ekan. Eshak mashinani to'xtatib, bu odam pastga tushib qarasa, chiliq taylab ketgan ishtondan eg'i yo'l. Nima bo'lib ketdi bu deb shuning bilan asta keyniga berib qaysi yo'ldan chiqdim men bir qarab boqaychi deb berib qarasa 1 kilometr minib shu o'z cho'ng mashin bilan chiqqan iliqi yo'l amaliyotda piyodalar aran mangadigan boshqa ko'plik o'tiris piyoda chig'ir yo'l deb qo'ymizku. Oshtaq chig'ir yo'l ekan. Oshtaq bir chig'ir yo'ldan chiqibdi-da bu odam bangva mashina haydab. Bu ish bu odamning kallasidan o'tmabdi. Shuning bilan ash mashina haydagan bet o'zining yurtiga kelibdi. Kelib atislam og'zingdan chiqqan o'g'i berib mashina deb. Shunda azan setib. Hozir shu o'zining nahiyasida boshqa shaharga bormaydi ekan. Bulkoy mashina haydaydi, o'xshash yuk to'shiydi ekan. Yezlag'im bormaydi ekan. Ash nahiyasidan u yerdan u do'kondan bu do'konga, u yerdan bu yerga uni buni to'shib ash taqib yurdi ekan. Mushu hikoyani hamda mush Chopra akasining og'aynisi deb beribdi ekan. Og'aynisi bizga deb berdi. Mushuni so'zlab berdim.